Bugun X-ray bilan antikrasserverda xuddi o'sha endirchasida mana bunaqa resurslar bilan to'ldirishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu resurslar sizga bo'lib qolishi mumkin. Qani unda mayinda boshladik. Shu bilan men qasrga borib, loot qilishga harakat qildim. Misol uchun keldim va X-ray bo'lgani uchun qal'ani o'zini men yaxshi ko'ra olmadim va shalkalarni qidirdim. Lekin jinniga o'xshab bilmayman nimaga men bunday sindirganman. Chunki bu o'zi loot qilib bo'linganini tushunmadim. Bu videoni oxirigacha shu turadi. Sababini o'zim ham bilmadim. Va birinchi lootimizni boshladik. Va birinchisini men tushunmaganman shu payt. Kim meni uryapti deb o'ylaganman. Va bu yerdan bitta akamiz kelib meni hozir qo'rqib ishlarga ozgina qolgan. Men shu narsani bilib turib sirasi ketib, boshqa joydan loot olishga harakat qilganman. Va bu yerda ham jangovar turibdi. Jangovarmi? Shunaqa. Jangovarda bitta yomon narsasi uzoqqa taraverar ekan sizda, bu minusga ishlar ekan. Vot minus. Va shunaqa qilib men o'zimni darajalarimni yo'qotib, prosta aylanib yurishimni tomosha qilinglar. Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau, vai fazer pra caralho até secar o carnaval. Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau, vai fazer pra caralho até secar o carnaval. Natal, 31 é ano novo. 25 é Natal, 31 é ano novo. Entra nessa bola, pieza, olha se liga com o bagulho tudo. Você vai ter que dormir, você vai ter que dormir de santo. Olha o que eu gostando pra tu, vamos na fria que tu passa mal. Se você esticar um pouquinho, faz você suar no carnaval. Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau, vai fazer pra caralho até secar o carnaval. Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau, vai fazer pra caralho até secar o carnaval. Que tu passa mal. Se você esticar um pouquinho, pode gostoso até o carnaval. Toma piroca, toma pau,
va men yana harakat qilib mana shu lootni bir o'zim oldim. Ichidan yomon narsa ham emas, zo'ram narsa ham emas, normalniy narsa tushdi. Va bilan endi men normalniy saqlashim kerak, endi o'lib qolmasligim kerak. X-ray'imda ozgina muammo bor ekan, chunki men yangi versiyaga kirganman. Bu X-ray eski versiyani shuning uchun sal nito'roq turibdi bir ikkita elementlar, bloklar. Endi bilmadim blokmi emasmi? Chunki bir necha marta o'zi qasrga, ya'ni mana shu qaraga kelyapman. Va men X-ray'dan ko'p odamlarni ko'rib, ulardan yashirinib oldim. Ya'ni odam emas, o'yinchilarni, yoraman degan o'yinchilarni ko'rib, o'zim yashirinib oldim. Chunki bu X-ray'da foydasi. Men serverni ogohlantirmoqchimanki, iltimos, bunday narsalarga qaranglar, chunki kuchayish juda ham oson bo'lib qoladi. Oson bo'lgani uchun ham men bugungi videoda konkurs qilmoqchiman. Ya'ni polniy bir Ender chest resursi, просто o'zim mobilashlarimni berib olaman. My only sunshine, you make me happy. Iltimos bu narsalarga ham qaranglar. Men o'ylaganimki, yangilanishdan keyin, ya'ni bilmadim, O'zbekiston serveriga qo'shildi nimadir. Shundan keyin menimcha o'zi keladi deb o'ylagandim, lekin bo'ldi. Iltimos qaranglar. Va bu yerda ham men yana to'lib topganman. Ko'ringlar buni ham. Va men ikkita afsonaviy loot olganimdan keyin uyga qaytishim kerak edi. Chunki men yoyib ketishlarim mumkin edi. Har tomonda ham o'ylash kerak jigarlar. Zo'r bo'lsa ham yo'ldan ko'ra bor. Va ko'rganinglarda bu bizning shu paytgacha yig'gan resurslarimiz va endi yana boshlaymiz. Bu safar qo'shiq bilan qilmayman, chunki montajda ozgina qiynaldim. Просто qo'shib qo'yib timelapse qilaveraman. Va men yana shu joyga qaytib keldim, chunki konkurs sovg'alari uchun yana narsa to'plashim kerak edi va bu o'z samarasini berdi. Shu narsadan tashqari. 12 o'clock midnight. Va nihoyat jigarlar, biz buni uddaladik.
Mana shu interchestdagi hamma narsa sizlarniki va Titan kirkasi ham bor albatta. Qanday yutib olishni men Telegram kanalimda aytaman. Tezroq obuna bo'ling.